Bugun sizlarga oddiy ko'rinadigan, lekin juda muhim bo'lgan bir mehnatni ko'rsatmoqchiman. Mana shu supurgi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin shu supurgi bilan uylarimiz tozalanadi, hovlilarimiz ozoda bo'ladi. Mehmon kelsa uyimiz yuzimizni yorib qiladi. Bu supurgi do'konda tayyor bo'lmagan. Bu supurgi quyosh ostida, issiqda sovuqda, bel og'rib, qo'l qavarib tayyorlangan. Qamish kesiladi, tozalanadi, bog'lanadi. Har bir bog'lam sabr bilan qilinadi. Bu yerda odamlar ishga erinmaydi. Keyin qilaman demaydi. Bugun qilsa, bugun ro'zg'or yuradi. Ba'zan ish og'ir bo'ladi, lekin qishloqda hazil ham bor, kulgi ham bor. Hazil bo'lsa, charchoq ham bilinmaydi. Bu supurgi ortida bir oilaning rizqi bor, bir bolaning noni bor, bir qishloqning hayoti bor. Bugun biz shu mehnatni, shu halol rizqni sizlarga ko'rsatamiz. Gap ko'p emas, ish ko'p. Shuning uchun ko'p so'zsiz mehnatning oziga o'tamiz. Biz bilan birga bo'ling, videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu yerda oddiy ish emas, haqiqiy hayot bor. Afg'oniston Turkman qishlog'idan sizlarga katta salom. Hozir sizlar supurgi qilish jarayonini ko'ryapsizlar. Bu ish bir kunda emas, bir necha bosqichda bajariladi. Avval qamishlar tashqarida tayyorlanadi. Qamish daladan keltiriladi, tozalanadi, quyoshda quritiladi. Shuning uchun ayrim ishlar devordan tashqarida, ochiq havoda qilinadi. Chunki chang ko'p bo'ladi, joy ham kengroq bo'ladi. Qamish qurigandan keyin u gudom ichiga olib kiriladi. Ichkarida esa supurgi bog'lash boshlanadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek qamishlar tartib bilan teriladi, o'lchami tekislanadi. Keyin ip yoki sim bilan bir necha joydan mahkam bog'lanadi. Bu ish qo'l kuchi va tajriba talab qiladi. Supurgining boshi shakl berilib, pastki qismi tekislanadi. Shunda supurgi mustahkam bo'ladi, tez sinmaydi. Bog'lab bo'lingan supurgilar yana quritish uchun qo'yiladi. Ba'zilari ichkarida, ba'zilari esa tashqarida turadi. Bu ob-havoga va joyga bog'liq. Oxirida tayyor supurgilar gudomda jamlanadi. Bozorga chiqishga shunday tayyorlanadi. Bu ish oddiy ko'rinsa ham orqasida ko'p mehnat bor. Har bir supurgi qo'l bilan, sabr bilan qilinadi. O'zimiz tanishtirsangiz, qancha vaqt bo'ldi bu ish boshlanmoqda? Qaysi joyga uzatıyorsunuz? Qancha nafar bunda ishliyor? Qancha nafar bundan xayrlanıyor? Shu borada bize ma'lumot bersangiz. Bu supurgida boshlanmamız 2 yil bo'ldi. 2 yil davomida ishliyor bular. Kelbar misalim Tojikistonda o'tgan, Tojikiston arada bir çoğu veriyor. Şu 4 tane diyor, bu çarşılıkta diyorlar, şundan iyi veriyor. Tacikistan'a başka rakam cari, o yere bolon yok. 3 tane var, onun bolon yok. 4 tane olmasa bolon yok. Gayet böyle bana kızıl bolmalı, kette bolmalı. Her kançı dizaynı yaxşı olmalı, sistemlere. İşittilerinde bir 14 nefer var. Kahi 20 boluyor, kahi 10 bol kalıyor. İş köpelse nefer köpeliyor. Kışlağı mesela şimdi kışlağın içinden gelip gezip alıyoruz dikanlardan hani kilolar alıyor. Son getiriyoruz bana göre getirip 4 nefere 10 nefere uğrağın buluyor bayat iş veriyoruz. Onun kança kanı valla hayırlanıyor, dikan hayırlanıyor. Ona ekip zahmet ediyor, zahmetlerine derece hayırlanıyor. Bir motor jaribe qancha kunda doluyor neferleriniz? Bir motor jaribe nefer 14 nefer ya illa 16 nefer olsa 10 günde 11 günde doluyor. Eğer nefer kemerak olsa 15 günde illa 20 günden dolmak oluyor. Yani yağış oluyor. Ya bu çıkıyor, hava harap oluyor. O rakamda kuğurip bileniyor. Bu supurgi yaxshi chiqsa, aluvchi xo'sh bo'lyapmi yo sotuvchi? Bunlar yaxshi chiqsa ikki tomonam xo'sh bo'liyor. Sotuvchi ham xo'sh bo'liyor. Yaxshi sotdim, adolat sotdim deb. Aluvchi ham xo'sh bo'liyor, ma'lum yaxshi bo'ldi. Yaxshi mal oldim deb xo'sh bo'liyor. İki taraf ham behre topıyor. Teşekkür, işinize bereka. Hozir biz gudom ichidamiz. Bu yerda ishning egasi, xo'jayin bizga barcha joylarni ko'rsatib chiqyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda supurgilar juda ko'p. Har biri alohida bog'langan, tartib bilan joylangan. Bu bekorga emas. Chunki bu yerda tartib bo'lsa, ishda ham baraka bo'ladi. Mana bu tomonda tayyor bo'lgan supurgilar turibdi. Bular bozorga chiqishga tayyor. Har bir supurgi mehnat bilan, sabr bilan tayyorlangan. Bu tomonda esa hali ishlov beriladigan xomashyo bor. Qamishlar kesilgan, tozalangan, keyin supurgi qilinadi.
Xo'jayin bu ishni yillar davomida qilib kelmoqda. Bu yerda bolalar ham ishlaydi. Ular erta yoshdan mehnat nimaligini bilib ulgayadi. Bu bolalar uchun o'yin kam, mas'uliyat ko'p. Kattalarga qarab ishga o'rganadi, hunarga yaqinlashadi. Bu yerda hayot shunaqa, kim qolidan ish kelsa, o'sha yordam beradi. Sokinlikda baraka bor, birlikda esa kuch bor. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, fikringizni izohda qoldiring va shunday samimiy lahzalar uchun kanalga obuna bo'ling.